O'zgidromet fevral oyida kutilayotgan ob-havo haqida ma'lumot berdi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Agar siz kanalimizda mehmon bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqcha belgisini bosib qo'ying. O'zgidromet qishning so'nggi oyi bo'lgan fevralda qanday ob-havo kutilishi mumkinligini ma'lum qildi. O'zbekistonda so'nggi yillarda eng sovuq fevral oyi 2014-yilda kuzatilgan. O'rtacha harorat me'yoridan 5-7 ga past, oyning birinchi yarmida esa me'yoridan umumiy 12-15 ga past bo'lgan. Eng sovuq davrda havo harorati kechalari 14-17 sovuqgacha, kunduz kunlari esa 7-10 sovuqgacha pasaygan. 2014-yilning fevral oyida yog'ingarchilik kam bo'lgan. Ammo oyning birinchi yarmida yog'ingarchilik faqat qor ko'rinishida yog'gan. 2016-yilda fevral oyi eng issiq bo'lgan. Eng issiq davrida havo harorati 23-28 iliqgacha ko'tarildi. Fevral oyi nafaqat issiq, balki eng quruq bo'lgan. Fevral oyida yog'ingarchilik anomal kam miqdorda yog'gan. Toshkent shahrida me'yoridan atigi 3% ni tashkil etgan. Ushbu yilning fevral oyi nisbatan iliq ob-havo bilan boshlandi. Oyning birinchi 10 kunligida kechalari harorat 0,5 daraja iliq, ba'zi joylarda 2 daraja sovuq atrofida bo'ladi. Kunduz kunlari harorat 6-8 iliqdan 12-14 iliqgacha o'zgarib turadi. 5-fevralda shimolda, 6-fevraldan O'zbekistonning qolgan hududlarida asosan yomg'ir ko'rinishidagi yog'ingarchilik bo'ladi. Respublika bo'yicha ba'zi joylarda birinchi 10 kunligining eng oxirida ham biroz yog'ingarchilik bo'lishi mumkin. Keyinchalik Jahon prognostik markazining hisob-kitoblariga asoslangan holda O'zgidrometning dastlabki bahosiga ko'ra, havo harorati kechalari 0,5 iliqdan 0,5 daraja sovuqgacha, shimolda 8-19 sovuqgacha, kunduz kunlari 5-10 daraja iliqdan 3-8 iliqgacha o'zgarib turadi. Hududlarning katta qismida yomg'ir va qor ko'rinishidagi yog'ingarchilik me'yoridan kam bo'lishi kutilmoqda.